bütün xalqni o'ylagan şekilde bu millet ko'rib atgan bu zulümni dünya aşkarlayman deb merdani chiqqanligingiz uchun Allah razı olsun. Sizmi o'ylagansiz balkim o vatandagi shu tuqqanlarimga, ailemga nurg'un besim kelishi mumkin. Bu iflos, bu nejiz Xitoylar hamda nimalarni qilishi mumkin hamda. Ashna hammasini o'ylab turib merdanlik bilan hozirgacha chiqyapsiz hamda. Şu oyladık. Bırak tevekkel dedim ben Allah üçün. Allah'ın razılığı şu karındaşlarım göz yaşı üçün ben meyle dedim. Unutamayız tamam aslında. Unutamayın. Ben değme degen niyet var. Ben demisem, ben demisem kim deydi onu. Ben görüp durup Allah çığılar. Hem madem sizde çıkanmadı da çünkü. Milyonluğun halkımız u yerde. Siz qo'yamda çıqalıpsız yani. Hazır men Kazakistan'da lager kovagarda 1000 dek bar desem yalan aytpayman. Ba. Lager kirip çıkıp çıkan 1000 dek adam var. 1000 dek adam. Birisinden mine bir hazır endi çıkanlar bir 13 adam berdik kovalıganda. Uygur Kazağımız bolup. Hazır Kazak lager kovagardan 1000 dek bar. Birisiga qilmay o'tadi. Birisi o'shiq suhbatga qilmaydi. Xitoyda anda qilamiz. Keybiri bilmaymiz. Keybiri Xitoyga berib kelibdi shu lagerga. Yetib kelganlar, berib kelgan adamlar bor. Mana. Onu Xitoy. O Xitoyga bar, nim dedi ol. Xitoy bilan gaplashib oldi. Bo'lmasa baralamda onun yuragi tas emas, o lagerga yetib. Berib keldigan onu qanda, onu Xitoy qanda kirgizdi onu. Men özüm deyman Xitoyning qo'li yetib atadi hozir. Lager kovagarlar mı yetib atadi hozir Qozog'istonda. 1000 dak o'tirdi. Nimishga qilmaydi ular? Nimishga demaydi ani. O hammasi setib oldi deb o'ylayman men. Qozog'istonning KMB'ning orqali hammaning og'zini javob o'tir. Pul berdim Xitoy. Hammaning og'zini javob dedi. Hammasi tashildi. Nimishga suhbatga chiqmaydi. Ashlar biz ko'rganda ashlarni ko'rdi. Nimishga demaydi. 1000 adam ko'val qilsa qanday bo'ladi, bir adam ko'val qilsa qanday bo'ladi. Ashlar demay o'tir. Texmi demedi men. Hali o'shan o'tirdi. Hammasini bilmayman, jiqim bilmayman. Men biladigan lager kovagarning o'zi 10 chaqdi 20 dek bor. 20 dek lager kovagar men to'layman. Chapchaldan chiqqan, qo'lchadan chiqqan. Hammasi demaydi meni. Men bilgan. Men bilmaydigan 1000 dek bor deydi. Bu yerda endi jiq endi bir adamlar var. Uyghur Kazak'ın otursuğa. İşte düşmanlık saldırgan adamlar. Ben ismini demeyme. İsmini desem ben gaybet qilgan bo'laman. Bo'ldi. O'zlari biladi. İşte qavatgan adamlar var. O'zlari uyum. Qarasang, "Voy, biz so'zlabyapmiz, biz mendaq ko'taryapmiz" deydi. Amaliyotda Uyghur Kazak'ın arasıga o'savyapti. Voy, ana Uyghur, ana Kazak bo'ldi. Uyghur Kazak degan qardosh birimiz. Hammamiz bir. Hammamiz bir ataning bolasimiz. Onu bölüp koygan, Orus, Xitoy bizni bölüp atadı da. Oturumuzga ot taşlab. Şimdi vatkan adamның hammasi so Xitoy bilan Orusning adamı deymen men. Bo'lmasa Uyg'ur kim, Qozaq kim, Qirg'iz kim, O'zbek kim, hammamiz, Türk kim, hammamiz bir. Bo'g'amiz bir desek bo'ladi. Albatta. Hammamiz qiyin qarindosh Türk. Biz hammamiz bir ultdan taragan adamlar biz. Deb atam onu ayada yana sayasat yurgizib atib Qozog'istonda. 1000 dak lager çaytı var hozir. Men angsam, manglagan. Mana birisi chiqmaydi. Mishka. O'sha yerda bir ish deb atam Xitoyning qo'li yetib atadi ashlar. Desi bo'ladi. Az o'zlari qutulib olib, demisi bo'lam o'zining qarindoshlari. Bu dunyoda javob bermasa, o dunyoda javob beradi. To'g'ri. Tevekkel, biz tevekkel dedi. Yaşaydı ko'z yaşlıların ko'rib, ashlar qaldi, baqirayib. İşide derdi var. Yani biz yetkizmesek kim yetkizdi ola? Biz amanetine yettik, tevekkel. Biz yetkizmesek o beşaralık halların kim yetkizdi? Müştak deş gerek. Dese, biledi, dünya bilsin. Xitoyda qanchalik razil çoşqa ekanini bilsin. Biz shiqalg'a bo'lgan bizning Chigiz tarixi Turkiston qanday shiqalg'a bo'lgan mamlakat bo'ldi. Besib olgan Xitoylar. Bilish kerak-da. Biz Uyg'ur, Qozaq mayli kim bo'lsa bo'lsin, Xitoyning qo'lida o'tirdi qo'y o mamlakat. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli kim bo'lsin, o'zimizni qayrindosh bo'lgan yaxshi o'yna. Qirayotgan Xitoy bo'lgan, Xitoyning qo'liga tashlab etgancha. 100 mingni. Men endi ashtaq o'ylayman, mayli. Sharqiy Turkiston kim qaysi ulut bo'lsa da bizning o'zimizning qiyin qarindoshimizning qo'lida turgan yaxshi qo'y. Al Xitoy foydalanyp atadi hozir. Şimdi bilmeydi hozir biz bölüp qo'ygani qarasan. Sen yuqori, sen Qozaq bo'l. Nədiki Qozaq? Aming bir. Atang bir. Ata teging bir. Shu. Onu bölüp atgan, bag'ana Orus,
Xitoy siyosatni bizde aşta qıvadı desin. Dediniz go bizning vatandan atlab chiqib hozir mush Qozog'iston, Qirg'izistondami bu itning qurtidagi Xitoylarning bu yerga yerlashayotganligi. Yerleşivatıq. Nurg'un ishlarni olsun, tatiyotganligi, ya'ni kundan kunga ko'ranglayotganligini ko'ryapmiz yani. Shu yerdagi xalqmi bearam bu ishdan masanga. Bu o'ylab bakın yani Sharq Turkistondagi bu xalqni yo'qitib olsa, xuddi ular saq qoldigandek yani. Uningdan vahshiylikni qilishni olmaydiki buni sizlar. Şu o Sharq Turkistonga kelgan fajr müşagi Qozog'istonga keladi. Albatta. Bunda Qirg'izistonga keladi, O'zbekistonga keladi. Ular qo'shilyapti. Xitoyning pulini beka berib, bugun so'roq oldi. Keldi, yeringni oldi, qizingni oldi. Ziminini tatib oldi. Bizga kelgan, boshimizga kelgan ish, ularning beshiga keldi bir kuni. Albatta. O Xitoy degan qanday biz bilamiz. Xitoyning qanday zalim ekanimiz bilamiz. Ular bilmayotdi. Burun bilmaydi bizmi? Asta kirdi. Voy kirgizib oldik. Tumshug'ini tiqib oldi. Nim bo'ldi? Oxirgi kelganda hammamiz qirib tashladi. Ko'rma. Hakikaten ya. O ish o'xshash Qozog'istonni tatib olish o'ng'ay. Burunmi mamlakat qurilgan Sharq Turkistonda 33-44 qurildi. Ham tatib oldi. Nim qiladi? Ishni qilamadik qo'yadi. Ashta qo'yanda bular misol keltirsak. To'g'ri. Voy men Qozog'iston deb turmaydi Xitoy. O'z kirgizib oldi. Taptashlaydi o ishtimi emas o Xitoy. Hamma mening yerim deydi bir kuni. Albatta. İşte javuz Xitoy degan. Albatta. Onu tushunmaydi. Desang, hozir bag'ana Qozog'iston mamlakatini yomonsan, mana yomon ko'rindik biz. Xitoyni yomonlab qo'ygan ishni. Xitoyni nima yomonlaysa? Mana. Yomon bo'ldi g'ashat. Bo'lmasa men yerda qang'irib yuramiz, men yerda Sardar. Mushu yoshda o'zimizning vatanni bir ayrildik. Qozog'istondan meni ayrilib, men yerda yuramiz. Mushu yoshda qang'irib yurgan yosh bola emas biz hozir. Yosh bola emas-ku, 54 kirdik endi. Mushu. Ya Allah, hakikaten söylep ötkeninizdeki yani tasvirligi siz nerini sözleştirme insan ikkilinip kaldığın derecede böyle bu derecede facia olması yani. Bizim Öyle bakın yani. Yani körüvatkan bu günümüz ama özümüzden kırındaş cumhuriyetle sözde tırnak içinde müstakil deyilatkan bulanın hakimiyet beşidikilerin ama bu kadar bihut, bu kadar Xitoyning aşı galgıcı Xitoyning sirtmiqiga ilinğanda xudo tatib tasmasini tatib ve igisi ko'chada söylep yurgan işte o'xshash yani. Bu fojia o'ylab yani.